Zafar aka, yana hujjatni nima qilyapsiz o'zi? Shu ish ko'rib turman. Yig'ishtiring. Aka, bugun huquqshunos oshxonasi ko'rsatuvi. Aha. Huquqshunos oshxonasida bugun nafaqat yuristlarning bilimi, malakasini va oshxonadagi bilim malakasini ham oshiramiz. Sababi bugungi mehmonimiz Yuristlar malakasini oshirish markazi katta o'qituvchisi Zafar Rahmonov bo'ladilar. Yana bir bor assalomu alaykum Zafar aka. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Bilsangiz kerak, ko'rsatuvimiz shartini bizning mehmonlarimiz bizga qandaydir taom tayyorlab berishlari kerak bo'ladi. Xo'sh, siz bizga bugun qanday taom tayyorlab berasiz? O'zimizning milliy taomlardan bo'lgan qo'l bolacha Osh. yuristlar qo'lidan osh. Bo'ldi. Kelishdik. Unda Zafar aka, sizga yordam kerak emasmi? Yordam qilib turasiz, kerakli joyda aytaman. Ha, bo'ldi, xo'p. Boshlashingiz mumkin. Zafar aka, umuman yuristlar malakasini oshirish haqida sizdan so'rasam, yuristlar malakasini oshirish markazi qanday faoliyat bilan shug'ullanadi? Bizni Adliya vazirligi qoshidagi yuristlar malakasini oshirish markazimiz ko'pchilikni xabar bo'lsa kerak, ayniqsa yuristlar juda yaxshi biladi. Chunki nimaga yuristlar? Bizlarda yuristlar, xususan o'sha advokatlar deymiz, notariuslar yoki tashkilotlarning yuristlari har 3 yilda majburiy tartibda bizlarda malakasini oshiradi. Bu nima uchun majburiy? Ya'ni har 3 yilda bilimlar eskiradi, qonun hujjatlari yangilanadi. Shu uchun ham aynan mana shu 3 yilda 3 ta soha vakillari bizlarda majburiy tartibda malakasini oshirish tartibi bor. Bizada o'zi nafaqat o'sha 3 ta soha vakillari, balki hozirgi kunda xususiy deymiz, ya'ni частный sektor vakillari ham, yuristlari ham anchayin faol ishtirok etmoqda. Xususan o'sha bankning yuristlari, masalan, xususiy banklar, tijorat tashkilotlarining yuristlari bevosita bizga qiziqish bildirmoqdaki, aynan sekin-sekin o'sha yuridik sohaga oid bilim talab etiladi balki. Xohlaymizmi, yo'qmi? Yurist bo'ldikmi, hozirgi munosabatlar o'zgaryapti. Axborot masalasi rivojlanyapti. Shu uchun ehtiyoj yuqori. Malakasini oshirishga va qolaversa mana xalqaro doirada ham munosabatlar rivojlangani sari anchayin malakaga bo'lgan talab oshdi. Bizlarda endi yuristlar malakasini oshirish markazi o'qitish har xil shaklda tashkil etilishi mumkin. Masalan, agar shunaqa holatlar bo'lishi mumkin, doimiy ish bilan band bo'ladigan soha vakillari bo'ladigan bo'lsa, masalan, ishdan ajralmagan holda ham o'qishi mumkin. Masalan, onlayn ishdan ajralmaydi, o'sha joyning o'zida ishini ham qilishi mumkin. Darsdan bo'sh vaqtlari darsini ham bevosita onlayn shaklda olib borishi mumkin. Yoki qolaversa bizada alohida platforma ishga tushgan. Bundan tashqari nafaqat onlayn, balki platformamiz ham bor. Platforma uchun login parol beriladi. Login parol asosida kirib, o'zini o'sha belgilangan muddati bo'ladi. O'sha muddatda kirib, platformani to'ldirib, test, video darslar bo'ladi, yerda ma'ruza matnlar bo'ladi-da. Oxirida chiqish bo'yicha testlar, savol-javoblar bo'ladi. Uni ham bitta malaka oshirishning bitta shakli sifatida qabul qiladi. Sertifikat onlayn o'qiganda ham, o'sha platformada o'qiganda ham, offlayn o'qiganda ham bir xil kuchga egami? Da, xuddi shunaqa. Sertifikat bu o'sha yuristlarni, hozir aytgan advokat, notarius yoki boshqa soha vakillarini bilimini oshirganligini tasdiqlab turadigan, ya'ni ertaga ular attestatsiyadan o'tish bo'ladi. Attestatsiyadan o'tayotgan vaqtda aynan mana shu yuristlar malakasini oshirish markazi tomonidan berilgan sertifikat asosida attestatsiyaga o'tkazishga bir asos bo'ladi. Va bu sertifikat berish hozirgi kunda bizada elektron shaklda ham olish mumkin, chunki o'sha hujjatlar zamonaviy shaklga o'tgandan so'ng QR kod shaklidagi kerak bo'lsa o'zimizning platformadan kirib o'zi yuklab olsa ham bo'ladi. Login parolni terib o'zi yuklab olsa ham bo'ladi yoki bizada o'quv o'sha bevosita sertifikatlar bilan shug'ullanadigan bo'limimiz bor. Elektron ravishda tasdiqlab yetkazib beradi. Tushunarli. Sizlar treninglar tashkil etishda, mavzu tanlashda nimalarga ahamiyat berasizlar? Nimadan kelib chiqib, qaysi yo'nalishda malakasini oshirish kerakligini xulosa qilasizlar? Yoki qanaqadir tartib qoida bormi o'zi? Bizlarda yo'q, tartib qoida yo'q. Bizlar ko'proq aynan o'quv dasturlari deymiz. Endi o'zimizning tilda aytganda, o'quv dasturlaridagi mavzularni ishlab chiqishda ko'proq o'sha tinglovchilardan kelgan takliflar asosida shakllantiramiz. Ya'ni biz masalan 10 ta mavzuni berib, bo'ldi, majbursan o'sha 10 ta mavzu bo'yicha o'qiysan deya olmaymiz. Chunki u 10 ta mavzuimiz eskirgan bo'lishi mumkin, yangilanishga muhtoj bo'lishi mumkin. Shu uchun o'sha 10 ta mavzu bo'lsa, aytsa boshida bergan bo'lsak, o'sha mavzularni keyin malaka oshirish davomida bevosita ulardan taklif kelib tushadi. Masalan, hozir nima dolzarb aytaylik? Masalan, oddiy tijorat banklari yuristlari uchun nima kerak? Masalan, majburiyatni bajarish, ya'ni MIP bilan bog'liq masalalar kerak. Qarzdor bor, qarzdordan qanaqa undirish kerak yoki aytaylik, masalan, auksion savdolari qanaqa tartibda bo'ladi? Auksionda masalan qaytarish bor, qaytargandan keyin yana qayta auksionga qo'yish tartibi bor. Yangi munosabatlarni aytaman-da. Yoki bo'lmasa masalan
bank xodimlari so'rashi mumkin kiber xavfsizlik masalasi. Hozirgi kunda juda dolzarb bo'lgan. O'zingiz ham mana ijtimoiy tarmoqda ko'rgan bo'lsangiz, fuqarolardan o'sha kiber hujumga uchrab, plastikidan ko'plab pul mablag'lari o'g'irlash holatlari bo'ladi. Bu uchun nima qilishimiz kerak? Yuridik taraf qanaqa bo'ladi? Shunga o'xshaydigan masalalar bo'yicha ham o'zlarini fikrlarini berishi mumkin. Qolaversa, ko'proq nima uchun bizlar amaliyotchilardan mavzularni olamiz? Chunki ular bevosita amaliyotda shug'ullanadi. Shug'ullanadi. Masalan, aytaylik, bitta dasturni oddiy masalan advokatni jinoyat ishlarida ishtirok etishi deganimiz bilan jinoyat ishlarida har xil sohalar bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda aytgandek, dolzarb mavzularni tanlab berish ularning ixtiyoriga bog'liq. Va o'sha ulardan kelib tushgan takliflar, keyin biz ijtimoiy tarmoqda beriladigan takliflardan kelib chiqib yoki mana professor o'qituvchilar o'zlari bergan takliflardan kelib chiqib biz o'quv dasturini shakllantiramiz. Va o'quv dasturi tasdiqlangandan so'ng bevosita doimiy ravishda hozir aytganingizdek takomillashib o'zgarib boradi. Ya'ni nima demoqchiman? Masalan, 3 yil kelgan yurist, masalan, men shu yil malakamni oshiradigan bo'lsam, 3 yildan keyin qaytib keladigan bo'lsam, yana xuddi shu mavzudan o'tmayman. Ha. Ya'ni xuddi shu mavzudan o'tmayman. Zamonga, talabga, yangi qonunchilikka mos ravishda bo'ladi. Mana yuqorida aytdingiz, platformalarimiz bor deysiz. Qanday platformalar bor yuristlarni o'qitadigan, nomi? Ha. Yuristlarni o'qitadigan bizada o'sha yuridik malaka oshirish markazining veb-saytiga kiradigan bo'lsangiz, malaka oshirish platformasi bor. Bizlarda qarang, qanaqa platforma? Advokatlar uchun o'zining platformasi bor. Advokatlarning o'zini huquqiy bilimini oshirish uchun. Bundan tashqari, adliya tizimi xodimlari ham bizlarda malakasini oshiradi. Ya'ni Adliya vazirligi, adliya muassasalari, viloyatlardagi boshqarma yoki tuman shahar bo'limlari xodimlari ham malakasini oshiradi. Bizlar yangi tartibni yo'lga qo'yganmiz. Bu bo'yicha ham juda yaxshi bo'ldi bu tartib. Ya'ni qanaqa? Avvallari adliya tizimi xodimlari bevosita qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Toshkentga kelib, o'qib, har o'sha belgilangan muddatda malakasini oshirib ketar edi. Chunki bu birinchidan xodimni oila a'zolaridan uzoqda bo'lishiga olib keladi. Bevosita o'sha 2 hafta bo'ladigan bo'lsa, 2 hafta uzoqda bo'ladi. Undan tashqari unda o'sha moddiy taraf ham bor. Qo'shimcha xarajat. Qo'shimcha xarajat, ovoragarchilik bo'ladi. O'sha uchun bizlar elektron tizimni yo'lga qo'yganmiz. Elektron tizimda platforma bor, malaka oshirish platformasi. O'sha yerga kirib, bevosita o'zini login paroli bilan kirib, dasturlarni tanlaydi. Bu joyda yana bitta yangilik qilganmiz, nima? Diagnostika degan narsa bor. Ya'ni o'sha yuqorida aytgandek, bitta mavzuni berib, o'sha mavzuni o'qiysan deya olmaymiz ularga. Bizlar diagnostika qilganmiz, yo'nalishlar bor. Masalan, psixologik jihatlar yoki boshqa jihatlar bo'yicha diagnostikadan o'tadi ular. Bu diagnostika unga hech qanaqangi bir oqibat keltirib chiqarmaydi. Faqat uni qaysi yo'nalish bo'yicha bilimi pastroq. O'sha yo'nalish bo'yicha unga keyin kontent taklif etiladi. Mana aytaylik, seni qaysi yo'nalishing kamroq? Shunaqa holat bo'lishi mumkin. Yuristlarda baribir fuqarolar bilan ko'p ishlagani uchun psixologiya ham juda katta ahamiyatga ega. Chunki muloqot psixologiyasi muhim ahamiyatga egada. Aytaylik, masalan, bitta fuqaro masalan tuman adliya bo'limiga kelib o'zini fikrlarini aytishi mumkin, dardini aytishi mumkin, to'g'rimi? Qanaqadir muammoli holatlari bo'lishi mumkin. U holatda yuristlarga nima kerak? Yuristlarga bevosita psixologiya ham muhim. Ya'ni ular bilan muloqotga kirishish, ularni to'g'ri tushunish, ya'ni masalan jahlda kelgan fuqaro bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Har xil hayotiy muammolar bo'ladi. O'sha holatda o'zini qanaqa tuta olish kerak? Bu yuridik bilim o'z yo'liga. Lekin fuqarolar bilan muloqot ko'nikmasi ham menimcha o'ylayman juda katta ahamiyatga. Rahmat Javobjon Zafar aka, mana yuqorida aytdingiz, qonunchilik yangilanadi, bilimlar eskiradi dedingiz. Yuristlar uchun nima muhim aynan zamonaviy dunyoni rivojlanishida, qonunchilik o'zgarishida ularga shu jarayonga moslashish qanchalik muhim? Bu jarayonlarda yuristlar uchun o'z umuman malaka oshirish birinchi navbatda o'zini nima deydi? Ish joyida bo'ladimi yoki jamiyatda bo'ladimi, o'rnini topish uchun kerak. Chunki hozir rivojlanyaptimi, demak, uni bilimi ham shunga yarasha oshishi kerak. Agar bilimi oshmaydigan bo'lsa, oddiy agar xususiy sektorda ishlaydigan yuristlarni oladigan bo'lsak, advokatlarmi yoki boshqalarmi, afsuski o'sha doirada qolib ketadi. Va buning natijasi nima bo'ladi? Ularga murojaat qiladigan fuqarolar, ya'ni klientlar deylik. Klientlarda baribir ularda filtr bo'ladi. Masalan, bitta klient o'sha fuqaro qaysidir bir advokatga borsa-da, undagi kerakli bo'ladigan ma'lumotni ola olmasa, hozir aytdik, masalan, kiber xavfsizlik yoki boshqa soha bo'yicha ma'lumot ola olmayaptimi? Yangi sohalar. Yangi soha bo'yicha bilim ola olmayapti, kimga boradi? Boshqa yaxshi o'sha sohani biladigan, o'sha soha bo'yicha malakasiga ega bo'lgan advokatga boradi. Bu uchun nima kerak? Doimiy yangilanib turish uchun bevosita baribir malaka oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bizda bitta narsani tushunish kerak, malaka oshirishni faqatgina vaqt o'tkazish yoki qanaqadir sertifikatga ega bo'lish deb tushunish kerak emas-da. Malaka oshirish bu o'zi uchun.
birinchi navbatda o'zi uchun o'zini o'sha sohada qaysidir bilimlar eskirgan bo'lsa yangilash uchun shaxsiy rivojlanish uchun kerak. Bu qanaqadir bir sertifikat yoki majburiy tartibda bo'ladigan narsa deb tushunish meni shaxsiy fikrim noto'g'ri. Chunki har doim ham vaqti bo'lmaydi-da. Masalan, oddiy aytaylik, advokat bilan yurist bo'ladimi? Doimiy ravishda malakasini oshirib, yangi qabul qilingan hujjatdan o'qiy olmaydi. Ishdan keyin ro'zg'or tashvishlari, dam olish kunlari o'zini shaxsiy muammolari bor. Kim ochib, o'qib, kitobni yangilab, hujjatlarni yangilab turadi. Yo'q, malaka oshirish shunaqa imkoniyat. Ozgina ishdan ham chalg'ish, yangi bilimlardan xabardor bo'lish. Davr aka, mana yuristlarning malakasini oshirish bo'yicha gaplashdik. Yuristlar malakasini oshirish markazi O'zbekistonda. Chet elda ham malaka oshirish imkoniyati bormi bizning yuristlarimizga? Albatta, bizda hozir mana yaqinda borib keldi advokatlar, masalan, notariuslar Yaponiya davlatiga borib, Yaponiya davlatini aynan shu soha bo'yicha qanaqa yangiliklar, nimalar bo'lyapti, qanaqa o'zgarishlar bo'layotganligi bo'yicha bevosita o'sha bir hafta 10 kunlikdan iborat xizmat safari bilan malaka oshirish tashkil etilgan. Men bitta misol sifatida Yaponiyani aytyapman, qolaversa boshqa davlatlar ham bor. Masalan, Turkiya bor, Rossiya davlatiga borish mumkin. Bu markaz bilan hamkorlikdami? Markaz bilan hamkorlikda. Masalan, siz advokat bo'ladigan bo'lsangiz, men agar chet elda malaka oshirishni xohlayman desangiz, markaz bilan hamkorlikda kelishuv asosida guruh yig'ilib, aytaylik o'sha 5 kishilik, 10 kishilik guruh yig'ilib, advokatlar guruhi o'sha davlatlarni tanlagan holatda, o'sha yuqorida aytib o'tdim, Turkiya, Rossiya, Yaponiya, Singapur davlatlariga borib, bir hafta 10 kun o'sha yerda malakasini oshirib kelishi ham mumkin va sertifikat ham taqdim etiladi. Ularni o'sha Yaponiya o'zi yuqorida aytib o'tgan davlatlarni malaka oshirish institutlari bilan memorandum imzolaganmiz. Ya'ni ular ham bizlarga kelib malakasini oshiradi, bizni ham mutaxassislarimiz, yuristlarimiz borib o'sha joyda malakasini oshirish imkoniyatiga ega. Bunda yuristlarimizdan til bilish talab qilinadimi? Yo'q, til bilish bu o'ziga foyda, til bilish uchun talab etilmaydi. Aynan o'sha malaka oshirish kursida kerak bo'ladimi? Yo'q, malaka oshirish kursiga kerak bo'lmaydi, chunki bizning alohida aynan qiynalmasliklari uchun ingliz tilidan bevosita tarjima qilib beradigan mutaxassislar birgalikda boradi. Bizda faqat malaka oshirish yoki o'qitish emas, to'g'ri, asosiy faoliyatimiz shu bo'lgani bilan birga bizda yangi loyihalar, yangi xizmatlar masalasi bo'yicha ham bor. Chunki mana aytaylik, markaz professor o'qituvchilari bor bizlarda. Markaz professor o'qituvchilari bevosita shu soha bo'yicha yetarli bilim, malakaga ega bo'lgan ustozlar. Ya'ni oldin amaliyotni ko'rgan, amaliyotda ishlagan, aytaylik o'sha prokuratura, sud yoki adliya tizimida ishlagan xodimlar mutaxassis fikrini berish imkoniyatiga ega. Masalan, aytaylik fuqarolar yoki aytaylik o'sha tadbirkorlar ham qanaqadir masala bo'ldi va bu bo'yicha aytaylik o'sha fikr so'raydi. Pedagog mana shu qonunchilikda qanaqa tushunchasi bor, qanaqa qo'llasa to'g'ri bo'ladimi uni deb agar fikr so'radigan bo'lsa, professor o'qituvchilari o'zining mutaxassislik bo'yicha, o'zining sohasi bo'yicha fikrlarini taqdim qilish huquqiga ega. Bu bitta misol qilib aytdim va qolaversa bizlar yangi bir loyihani yo'lga qo'yganmiz. Bu nima? Bu yuridik audit. Yuridik audit. Nomi qiziq eshitilishi mumkin. Masalan, auditni eshitganmiz, soliq auditi bor yoki boshqa audit bor, lekin yuridik audit biz yangi loyihani yo'lga qo'yganmiz. Bu nima? Yuridik audit bu o'sha tashkilotlar, korxonalar, mana aytaylik, davlat tashkiloti bo'ladimi yoki xususiy tashkilot, tadbirkorlik subyekti bo'ladimi, MCJ bo'ladimi? O'zini faoliyatida qonunchilik, ya'ni faoliyatida qonunchilik normalari qanday ishlayapti? Masalan, aytaylik, ularning shartnomalari to'g'ri tuzilganmi? Bizlar bilan kelishuv qiladi, markaz bilan. Markaz yuridik audit o'tkazib beradi o'sha tashkilotga. Ya'ni boradi, tashkilotda yuridik jihatdan nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini yuridik audit qilib beradi. Ya'ni aytaylik, tashkilotga borib mehnat shartnomalari to'g'ri tuzilganmi? Ishdan bo'shatish tartibi, xodimlar huquqi buzilmayaptimi? Jamoa shartnomasi to'g'rimi? Yoki kontragent deydi, ya'ni o'sha hamkorlar bilan ishlash masalalari qanaqa bo'lyapti? Shartnoma tuziladi-yu, shartnomaning ayrim bandlari bir tomonlama bo'lib qolishi mumkin. Va bu yerda nima kelib chiqadi? Bevosita o'sha tashkilotda, yuridik shaxsda turli masalan ovogarchilikka olib keladi. Shu uchun aynan mana shu yuridik audit mana shu narsalarni ko'rib beradi. Ustav kapitalini shakllantirish, ustavi to'g'ri tuzilganmi, hammasini ko'rib, yuridik jihatdan qonunchilikda bor normalar bilan sodda qilib aytganda filtr qilib beradi. Filtr qilib beradi va natijasi bo'yicha tavsiyalar beradi. Mana bu joyni mana bunaqa o'zgartirish kerak, mana bu joyda mana bunaqa o'zgartirish kerak, bunaqa joyda bunaqa o'zgartirish kerak deb bizlar bevosita tavsiya berishimiz mumkin. Va eng qulay jihati nimada bilasiz, mana suhbat. Natijasi bo'yicha bizlar o'sha tashkilot xodimini
yuridik bilimini oshirib beramiz. Oshirib berasizlar. Ha, mana Qanaqa aytaylik, bo'lishini ko'rib oladi, bilib xuddi oladi. shunaqa. Mana misol qilib aytaylik, mehnat qonunchiligi bo'yicha kadrlar bilan ishlaydigan, inson resurslar bilan ishlaydigan xodimda kamchiliklar bor. U kamchiliklarni kamaytirish uchun nima qilish kerak? Bevosita shu soha bo'yicha xodimning malakasini oshirish kerak va biz unga kurs taklif qilamiz. Mana bizlarda mehnat qonunchiligi bo'yicha mana kurslarimiz bor. Shartnoma huquqiy baza bo'yicha mana bu kurslarimiz bor. Ular mana shu kurslarimizda o'qib, ertangi faoliyatda shu kamchiliklarga yo'l qo'ymasligiga olib keladi. Va yana bitta jihati bor, bu ham muhim. Aynan mana shu yuridik audit natijasida qanaqa, masalan, chiqib qolishi mumkin. Masalan, qonun buzilish holatlari bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Noto'g'ri keladigan normalar bo'lishi mumkin. Bu ikki taraf o'rtasida sir saqlanadi. Ya'ni oshkor etilmaydi. Bizlar borib, masalan, nazorat qiluvchi organ sifatida tekshirmaymiz uni. Bizlar ularga yordamchi, ularga ko'makchi sifatida tekshiramiz. Bu ham do'st sifatida tekshirib, o'ylayman, bu ham yaxshi kutib olinadi. Ayniqsa mana tadbirkorlik subyektlari bor, katta-katta firmalarimiz bor, bizda aksiyadorlik jamiyatlarimiz bor, katta-katta MCHlar bor, tashkiliy shakli. Ularda ishonsangiz 500 ming, 2000 tagacha xodim ishlaydigan bor. 2000 ta xodim bilan qancha mehnat munosabat kirishga to'g'ri keladi? Ertaga kim aytib bo'ladi, o'sha xodimlar bilan hammasi qonuniy bo'ladi deb. Bizning maqsadimiz unga filtr qilib, natijasi bo'yicha tavsiya berish va qolaversa o'sha xodimlarni bilimini oshirish soha bo'yicha. Bundan tashqari yana bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bizlarda faqat yurist yoki notarius, advokat emas, xususiy sektor vakillari ham ancha qiziqish bildirmoqda, aytdik. O'shida masalan banklar sohasida aytaylik, ular mediatorlikka juda yaxshi qiziqmoqda. Masalan, mediatorlik faoliyatiga, o'sha sertifikat olib faoliyat bilan shug'ullanishga qiziqmoqda. Mediatorlik nima bu? Ko'pchilikning xabari bor. Mediatorlik bu sudga bormasdan nizoni hal qilish. Sudgacha hal qilish. Xuddi shunaqa. Sudga bormaysiz, davlat boji to'lamaysiz, hujjatlar topshirmaysiz, yugur qilmaysiz, qaror chiqqandan keyin ijroga bormaysiz, ijroda yana necha tur kun qolib ketadi. Shunaqa narsalardan ko'ra tinchgina mediatorlik orqali hal qilasiz. Masalan, banksiz tadbirkor qarz olgan, aytaylik, masalan, 100 million so'mlik qarzi bor. 100 million so'mlik qarzni qaytarib olishingiz uchun siz bank sudga borsangiz davlat boji to'laysiz. 100 million so'mdan kelib chiqib davlat bojini to'laysiz. Undan tashqari pochta xarajatlari bor. Sud mayli qaror ham chiqarib berdi dedingiz, MIBga boradi. MIBda ham o'zini bosqichlari bor-da. Undan ko'ra o'sha 100 million so'mni qaytarib olish uchun oson va qulay va tez hal bo'ladigan yo'l orqali hal qilish mumkin. Ana shu kurslar mana bizning markazda bor. Bitta misol. Yoki aytaylik, masalan, tadbirkorlik subyektlari faoliyati bo'yicha yana nima bo'lishi mumkin mana? Auksionda qatnashish, masalan, yuqorida aytdik. Yoki kiber xavfsizlik masalasi bo'yicha kurslarimiz bor. Bu kurslarimiz shunaqaki, bu oylab yoki yillab o'qiladigan kurslar emas. Shunaqa kurslarimiz bor, qisqa muddat. Ya'ni 2 kunlik yoki 3 kunlik kurslarimiz bor. Abitgacha yoki abitdan keyin bo'lishi mumkin. Bu nima bo'ladi? Qisqa vaqt ichida shu узкий soha bo'yicha, ya'ni qisqa soha bo'yicha ma'lumotlarni bera olamiz. Shu soha bo'yicha. Bu bo'yicha agar qo'shimcha ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, bemalol, agar kim qiziqadigan bo'lsa, markazimizning ijtimoiy tarmoq sahifalarida ham bu kurslarimiz bo'yicha qo'shimcha ma'lumot olishi mumkin. 2 kunlik, 3 kunlik kurslarning sifati qanaqa bo'ladi? Ko'pchilik shuni so'rashadi. Masalan, oddiy misol aytaman. Murojaatlar sohasi bo'yicha kursimiz bor bizda. Bu faqat tashkilotlarda emas, umuman hamma uchun kerak. Murojaatlar sohasi bo'yicha kursimiz. Ya'ni fuqaro murojaat qildi, uni qanaqa tartibda bo'ladi? Anonim murojaat qanaqa bo'ladi? Takroriy murojaatni tugatish masalasi bor. Masalan, fuqaro qayta murojaat qilyapti. Misol qilib aytaman, 10 marta murojaat qilsa, bir xil asosda bitta fuqarodan 10 marta qayta javob berish kerakmi? Yo'q, buni qonunchilikda o'zining tartibi bor, takroriy murojaatni tugatish tartibi bor. Aynan mana shunaqa o'quv kurslarimiz masalan 2 kun davom etadi. 2 kun 3 paradan davom etadigan bo'lsa, shu 2 kunda aynan shu soha bo'yicha, qisqa soha bo'yicha barcha ma'lumotni bera olamiz. Hamma soha bo'yicha deya olmaymiz. Aynan qisqa soha, bekorga nomi qisqa muddatli emas-da. Ya'ni mavzular bo'yicha, qisqa yo'nalish bo'yicha bera olamiz. Bilaman, siz ijtimoiy tarmoqlarda huquqiy blog yuritasiz. Instagramda, YouTube'da, Telegramda. Hozirgi paytda zamonaviy dunyoda yurist uchun, yuridik soha vakili uchun ijtimoiy tarmoqda blog yuritish qanchalik ahamiyatli? Kerakmi bu narsa? Dolzarb savol. O'zimning shaxsiy fikrimni aytaman. Birinchi navbatda shaxsiy fikrim, yurist baribir ham agar o'zini shaxsiy blogini yuritish nima maqsadiga qarash kerak. Maqsadi masalan aholiga huquqiy bilimini oshirish. Ya'ni shunaqa bilmaydigan fuqarolar bo'lishi mumkin, tushunmaydigan fuqarolar bo'lishi mumkin. Shuni oddiy, sodda, jaydari tilda tushuntirib berish maqsad. Asosiy maqsad shu bo'ladi. Shu uchun ham o'ylayman, davlat tashkilotlari xodimi o'zining shaxsiy, o'zi umuman qonunchilikka qaraydigan bo'lsak, o'sha bloger deganingizga aytaman, blog yuritib, bloger deganingizga bizada bitta qonunda bloger tushunchasiga ta'rif bor. Ko'pchilik balki bilarmi, balki bilmas, axborotlashtirish to'g'risidagi qonun bor. O'sha yerda bloger tushunchasiga shunaqa ta'rif berilganki, bloger bu ijtimoiy tarmoqda, ya'ni internet ijtimoiy tarmog'ida
blog ochib, aynan mana shu blogni yurituvchi fuqaro bloger hisoblanadi. Hammani deyarli hozir ijtimoiy tarmoqda telefondan foydalanadigan sahifasi bor. Instagram, Facebook yoki boshqada bor va ular ma'lumot qo'yadi. Ulashadi, to'g'rimi? Rasm yoki boshqa ma'lumot ulashdimi, demak bu bloger ma'nosini biladi, ya'ni blog yurituvchi. Bitta narsani tushunish kerak, blogerlik bu alohida status emas yoki alohida kasb emas. Blogerlik faqat internetda faol foydalanuvchi fuqaro. Bo'ldi. Va o'sha hozir aytgan savolingiz, fikringiz bo'yicha aytmoqchiman, ya'ni davlat tashkiloti xodimi ham bemalol blog ochib faoliyat yuritishi mumkin. Faqat bitta joyi bor, buni e'tibor beradigan joyi bor. Nima? Ya'ni u blogida hozir shunaqa holatlar bo'lgan, gift konkurslar qilish. To'g'rimi? Shunaqa holatlar bor. Gift konkurs, obunachi yig'ish, ya'ni moddiy jihatdan mablag' olishga qaratiladigan faoliyatlar bor. Ana bu narsa afsuski davlat tashkiloti xodimiga, ya'ni davlat xizmatchisiga mumkin emas. Ya'ni bilasizlar, qonunchilikda shunaqa narsa bor. Mana davlat fuqarolik xizmati to'g'risida qonun bor. Aynan mana shu qonunda davlat fuqarolik xizmatchisi haq to'lanadigan boshqa faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas. Bu xususan tadbirkorlik ham yoki aytaylik hozir aytgandek turli xil o'sha konkurslar yoki boshqa narsalar shug'ullanishi mumkin emas. Marhamat yuritsin, o'zini blogini marhamat, blog yuritmasa ham fikrini bersin ijtimoiy tarmoqda, to'g'rimi? Izoh yozsin, kommentariy yozsin, lekin kommentariy izoh yozganda ham shaxsga tegadigan gaplar emas. Va yana o'sha bloger qaytib keladigan bo'lsak, demak bloger bu davlat tashkiloti xodimi ham, oddiy qishloqda yashaydigan, eng chetga yashaydigan faol fuqaro ham bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqda yuritadigan. Va lekin afsuski blogerlar faoliyati bo'yicha axborot tarqatish bo'yicha juda ko'p qonun buzilish holatlari bor. Nima? Birinchidan shaxsga doir ma'lumot to'g'risida qonunimiz bor bizlarda. O'sha qonunda shaxsni fotosuratini, video tasvirini yoki unga oid ma'lumotni ruxsatsiz tarqatish mumkin emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, bu jurnalist bo'lsa ham, bloger bo'lsa ham. Va aynan mana shu holatlarda buzilish natijasi nima bo'ladi? Mana ijtimoiy tarmoqda ko'p ko'ramiz. Ayniqsa masalan mashhur xonandalar o'sha fuqarolarni qilgan izohlarini yozish uchun, kommentariy uchun ana javobgarlikka tortayotgan holatlarni ham ko'ramiz. Yoki noto'g'ri axborot, yolg'on axborot tarqatganligi uchun. Bu uchun nima kerak bizlarda? Ozgina bo'lsa ham yuridik tomondan bilim kerak. Ya'ni qaysi axborotni tarqatsam bo'ladi-yu, qaysi axborotni tarqatish mumkin emas. Yoki qaysi joyga kommentariy marhamat yozsin, bu so'z erkinligini cheklamaydi bu. Izoh yozsin, qonuniy, izoh yozsin, o'zini fikrini yozsin. Lekin izoh yozish degani birovning sha'ni qadr qimmatiga tegish degani emas-da. Uni ham sha'ni qadr qimmati bor. Xuddi shu holatlar bo'yicha mana bizning markazimizda kursimiz bor masalan. Axborot tarqatish, erkinligi, huquqlari, kafolatlari bo'yicha kursimiz bor. O'sha kursimiz o'ylayman jurnalistlarga ham foydali, o'qimoqchi bo'lgan, aytaylik, o'sha bloger bo'ladigan bo'lsa, blogerlarga ham ancha foyda bo'ladi va o'zini kafolatlab oladi. Ya'ni o'zini huquqini bildimi, erta qonun buzilish holatlari, javobgarlikka tortish holatlarini oldini oladi. Juda to'g'ri aytasiz. Zafar aka, qo'shimcha qilmoqchiman. Davlat xizmatchisi reklama olishi blog uchun post reklama olishi ham mumkin emas, to'g'rimi? Shunday. Ya'ni xuddi gift konkursga o'xshagan u ham. Ha, gift konkurs ham mumkin emas. Moliyaviy tarafdan daromad olishda mumkin emas xullas. Konsultatsiyani ham misol pullik xizmat ko'rsatish mumkin emas. Bilamiz, hozirgi kunda ayrim blogerlar, bunaqa blogerlarning soni ham ancha ko'payib qoldi. $5000, $10000 reklama olishadi-da blogerlar. O'zi blogerlar soliq to'lashi kerakmi? O'zi aslida bloger fuqaro sifatida dedim. Fuqaro qonunchilik bo'yicha daromad solig'ini to'lash kerak. Har qanday fuqaro daromad solig'ini to'lash kerak. U soliq bizni konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchimiz. Burch sifatida soliqlarni to'lashimiz kerak. Ya'ni bu soliq bevosita topgan daromadingiz 12% miqdorida. Aslida o'sha blogerlik faoliyatiga aytadigan bo'lsak, ular o'zini faoliyati bo'yicha shartnoma qilish kerak. Fuqarolik qonunchiligi bo'yicha xizmat ko'rsatish shartnomasi degan tushuncha bor. Ya'ni masalan siz bloger bo'lsangiz, men sizga qanaqadir mahsulotimni reklama qilib ber desangiz, ikkalamiz o'rtamizda shartnoma bo'lishi kerak. Siz xizmat ko'rsatasiz, men sizga to'lovlarni amalga oshirishimiz kerak va u shartnomada ko'rsatadi. Ya'ni men sizni mahsulotingizni aytaylik mana shu zirani reklama qilib beraman. Reklama qilib berganim uchun kontentni mana shunchadan bor ko'radi. U uchun siz menga shuncha xizmat haqi to'laysiz degan shartnomada ko'rsatiladi va u shartnomada, ya'ni yozma shartnomada ko'rsatilib, shartnomada belgilangan hozir aytasiz 5000 mi, 10 mi o'shani summasidan kelib chiqib 12% daromad solig'i to'lash kerak bo'ladi aslida. Agar masalan endi bilmadim necha foiz blogerlarimiz unaqa shartnoma qilib yuritadi yoki yuritadi, bundan meni xabarim yo'q. Yuridik tomondan mana shunaqa bo'lish kerak. Yurist sifatida shunaqa. Demak, aytaylik $10000 ga reklama oladigan bo'lsa, buni 12%ni soliq sifatida $1200, to'g'ri? Qonuniy bo'ladi. Qonuniy bo'ladi shunda. Agar soliq to'lanmasa, soliqdan qochish bo'lib qoladi. Javobgarlik bo'lishi kerak.
shunday. Mana o'zingiz ham faoliyatingizda mana blog yuritasizda, baribir xohlaymizmi yo'qmi sizga fuqarolar yozishadi, huquqiy maslahat so'rashadi. Bepul huquqiy maslahat berasiz. Shunda shunaqa savollardan eng ko'p keladigani, jamiyatimizda ko'p uchrayotgani haqida aytib bera olasizmi? Albatta, eng ko'p bo'layotgani hozir kunda bizada oxirgi vaqtda, mana bugunning o'zida afsuski plastikdan pul o'g'irlash. Plastikdan pul o'g'irlash. Shu haftani ichida menga adashmasam, o'sha 3-mi, 4-chi fuqaro yozyapti, qanaqa qilsam bo'ladi, qanaqa tartibda bo'ladi. Endi fuqarolar uchun ma'lumot shaklida aytib o'tay, hech qachon masalan bank, masalan ko'p hozir bor-ku, mana muddatli to'lovga berilgan TBC yoki shunga o'xshaydigan banklarni aytaylik, yoki shunga o'xshaydigan firibgarlik turlari kelib chiqqanki, masalan aytadi, men masalan qaysidir mana rassrochka deydik, xalq tilida rassrochkaga mana shu joyda ishlayman deydi. Rassrochka bo'yicha bor-ku, bizda bo'lib beradigan magazin. Bo'lib to'lashda ishlayman. O'sha firmada sizga deydi, mana aytaylik, Kriush mashinasi 5 millionlik edi, 3 millionlik skidkaga tushdi deydi. Siz agar hozir deydi o'sha 3 millionni 10%ni to'lasangiz, 300 ming to'lasangiz, qolgani bevosita bo'lib to'lash imkoniga egasiz deydi. Shu uchun karta raqamingizni aytasiz, birinchi to'lovingizni registratsiya qilamiz deydi. Bo'ldi, karta raqamingizni aytasiz, 300 ming emas, kartangizda qancha pul bo'lsa hammasini yechib oladi. Bu bitta turi chiqqan. Zamonaviy turlarni hozir balki ko'pchilik bilar, balki bilmas. Bundan tashqari, hozir aytdik, masalan, ko'p viza kartadan ham o'g'irlash bor. Masalan, chet elda migrant bo'lib ishlayib yurganlar bor. Pul tashlaydi, pul tashlagani bilan o'sha riski hujumga uchraydi va birdan hamma pulni yechib olyapti. Telefon bo'ladi, boshqa nomerdan chiqadi, hattoki O'zbekiston mintaqasidagi bor nomerdan ham chiqishi mumkin, chetda turib. Aytaylik, boshqa tilda gapiradi va mana shunaqa bo'ldi deb agar u bilan gaplashib, ma'lumotlaringizni berdingizmi, bo'ldi. O'sha siz puldan ayrilasiz. Shunaqa ko'p fuqaro meni aytadi, qiynalgandim. Operatsiyaga kerak bo'lib qolgan edi, misol uchun 5 million tashlagandan hammasini yechib oldi. Keyin istoriyani ko'radigan bo'lsak, istoriyada ham masalan qaysi birorta bir bankning nomi bilan yechib olganda ular, u bankka borganingiz bilan u bankning istoriyasi chiqmaydi. Haqiqiy kiber hujumga uchragan. Shuning uchun fuqarolardan iltimos qilamiz, o'sha mana shundan foydalanib, hech qachon hech kim bank hech qachon sizni plastigingizni so'ramaydi. Bank hech qachon sizga telefon qilib kod so'ramaydi. Faqat bu firibgarlar. Hurmatli fuqarolar, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Zafar aka, shu bilan birga mualliflik huquqi ham og'riqli mavzu. O'zbekistonda hali juda unaqa rivojlanmagan, fuqarolarning o'rtasida umuman mualliflik huquqiga bo'lgan munosabat ko'p emas. Sizga ham hech shunaqa murojaatlar bo'lib turadimi mualliflik huquqi buzilishlari bo'yicha? Albatta bor. Bu O'zbekistonda mana endi sekin hozir gapingizni bo'ldim. Agar ruxsat bersangiz, men oshga bo'lar ekan, mana yordam berib tursam. Rahmat. O'zimman bizda davlatimizda mualliflik huquqi endi yangi soha demaymiz, nisbatan rivojlanayotgan sohalardan bittasi. Chunki nimaga hozir mana xohlaymizmi yo'qmi, o'sha ijtimoiy tarmoq yoki boshqa joyda ko'zimiz tushib qoladiki, birovning qo'shig'ini birov aytgan, birovni mulkidan, o'sha intellektual mulkidan kimdir foydalangan holatlar ko'p bo'ladi va yaqinda ham o'sha Adliya vazirligi rasman axborot berdiki, mualliflik huquqlarini buzgan shaxslarga nisbatan, to'g'rimi? Bevosita o'sha ma'lum bir summalardagi to'lovlarni to'laganlik masalasi, ya'ni javobgarlik masalasi bo'yicha o'sha aytaylik o'sha Java yoki boshqa misol keltirganlari bor o'sha qo'shiqchilarning orasida. Va afsuski fuqarolar orasida intellektual mulk huquqini buzish holatlari talaygina. Nafaqat o'sha qo'shiqlarini aytish, bu intellektual mulkni huquqini chekiradigan bitta element. Uni ichida o'sha ixtirolardan, to'g'rimi, foydali modellardan foydalanish, nomlardan foydalanish yoki mana kontrafakt mahsulotlar deymiz, to'g'rimi, mashhur bo'lgan brendlarni nomini ozgina o'zgartirib, o'zini o'sha mahsulotni ishlab chiqarish holatlari juda ko'pda. Bu bo'lsa qonunchilikka javobgarlik bor. Hozir kunda ancha kuchaytirilgan o'sha ma'muriy ham, jinoiy ham kerak bo'lsa, agar yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, yuridik shaxsga hattoki o'sha yaxshigina o'sha sanksiyalar qo'llaydigan qismlari ham bor. Bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun birinchi navbatda aynan mana shu mualliflik huquqini egasi, qo'shiqchi bo'lsa qo'shiqchi, ixtirochi bo'lsa ixtirochi o'zini huquqini bilish kerak. Da, hech bo'lmaganda mayli butun yuridik sohani bilmasin, o'zi shug'ullanadi-ku shu bilan, to'g'rimi? Qo'shiq aytadi, qo'shiq yozadi, o'z faoliyati bilan bog'liq. Da, xuddi shunaqa. Hech bo'lmasa o'zini faoliyati bilan bog'liq huquqini bilsa ham ertaga u talab qila oladi. Ya'ni mana bunaqa huquqim bor meni, aytaylik, qo'shiqqa nisbatan, yozuvga nisbatan, to'g'rimi, so'zga nisbatan, she'rga nisbatan qo'shiq o'sha mualliflik huquqi bor. O'sha uchun ham o'ylayman
aynan birinchi navbatda ular qolaversa fuqarolar ham ruxsat so'ragan holatda foydalanish kerakda, to'g'rimi? Umumiy xalq foydalanadigan, masalan, milliy qo'shiqlarimizni nazarda tutmayapman men. Aynan men o'sha mualliflik huquqiga tegishli bo'lgan qo'shiqlarni nazarda tutyapman. Ulardan ham bevosita qonunchilik tartibi bor. Faqat o'zi chiqib, masalan, to'ylarda, to'y hashamlarda chiqib aytib berish kerak degan emasda, bu uchun normalar bor qonunchilikda. Shu uchun nima qilish kerak? Huquqiy bilimini oshirish kerak. Mana aytib o'tishimiz kerak, mana o'zimizning markazda ham bor, misol qilib aytishimiz mumkin. Intellektual mulk bo'yicha kurslaringizlar bor. Albatta bor. Bunga xohlagan faqat yurist bo'lish shart emas bu intellektual mulk uchun. Oddiy fuqaro o'zini ijod namunasini himoya qila olish uchun xohlasa onlayn o'qishi mumkin, to'g'rimi? Xohlasa kelib, agar Toshkent shahrida bo'ladigan bo'lsa, an'anaviy ham o'qishi mumkin. U nima bo'ladi? Natijada u o'zini ozgina mualliflik huquqi bo'yicha ma'lumotga ega bo'ladi. Ha, men demak muallifman, himoya qila oladi. Himoya qiladi. Albatta. Men muallifman dedi, demak menda mana shunaqa huquqim bor. Erta kimdir meni qo'shig'imdan yoki ixtiroim, foydali modelimdan yoki aytgan so'zlarimdan foydalansa, men bevosita qayerga murojaat qilishim? Sudga yoki tegishli organga murojaat qilishim kerak. Yoki shunaqa holatlar bo'ladi, shunaqa zo'r ijod mahsuli bo'ladi, u uchun nima qilish kerak? Patent topib qo'yish kerak. Mana patentlash kerak. Patentlab qo'yadigan bo'lsa, erta uni patentlab qo'ymasa, nima bo'ladi? Erta kimdir boshqa o'zlashtiradigan bo'lsa ham erta isbot qilib bera olmaydi uni. Meni qo'shig'im, men yozganman yoki meni o'sha intellektual mulkimning natijasi deb isbot qilib berishda ozgina nima deydi? Sporli vaziyat, muammoli holatlar keladi. O'sha uchun ham patent topib qo'yish kerak. Shunga o'xshaydigan huquqlarni qayerdan oladi? Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, internetdan qidirib topishi mumkin, lekin baribir ham o'sha maxsus bilim beradigan mutaxassisdan olgani menimcha ancha foydali bo'ladi. Foydali. Nimani o'qish kerak, nimani bilish kerak, kurs hammasi bo'ladi. Xuddi shunday. Yana qanaqa kurslar bor? Mana aktual mavzuda. Aktual mavzular bo'yicha juda ko'p. Hozir mana voyaga yetmaganlar orasida ayniqsa o'sha jinoyat qilish alomatlari juda ko'p va ularni surishtiruv, tergov yoki masalan ijtimoiy xavf katta bo'lmagan qilmishlar bor, to'g'rimi? Mana shunaqa holatlar bo'ladi. Aytaylik, voyaga yetmagan shaxs jinoyat sodir qiladi, uni qanaqa to'g'ri kvalifikatsiya qilish kerak? Bu uchun kimga kerak? Advokatlarga kerak. Advokatlarga bu kurs kerak, chunki hozir voyaga yetmaganlar orasida xohlaymizmi yo'qmi, ming afsuski jinoyatchilik soni oshib ketmoqda. Va u uchun ayrim holatlar bo'ladi, masalan, o'zi sodir qilmagan qilmishi o'rtog'i sodir qilgan, bu qo'shimcha ravishda masalan sherik bo'lib qolgan holatlar bo'lishi mumkin. Lekin bu uchun qonunchilikda masalan tartiblari bo'lishi mumkin, o'zi bilgan, bilmagan yoki umuman aloqasi bo'lmagan holat bo'lishi mumkin. Bu uchun nima kerak? Advokatlarda shu soha bo'yicha ozgincha yuridik bilim talab etiladi. Bu bo'yicha mana kurslarimiz bor, aynan o'sha voyaga yetmaganlar yoki o'sha uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar, og'ir jinoyatlarni o'sha surishtiruv tergov qilish bo'yicha. Va qolaversa yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Xalqaro munosabatlarga ham alohida e'tibor berish kerak-da bu joyda. Masalan, hozirgi kunda nafaqat o'zimizni mahalliy munosabatlardan advokatlar aytaylik yoki boshqa yuristlar xalqaro doiraga ham sekin-sekin chiqa boshlayapti. Masalan, tadbirkor keldi O'zbekistonga, uni huquqini ishonchli himoya qiladigan advokat kerak. U uchun nima qilish kerak? Tadbirkor bilan munosabatga kirish uchun ayrim bir jihatlari O'zbekiston qonunchiligi bo'ladigan bo'lsa, ayrim bir jihatlari xalqaro qonunchilikka borib taqaladi. U uchun nima kerak? Advokatga hech bo'lmasa yuridik sohaga oid bazaviy ma'lumotlar kerak. Ya'ni xalqaro shartnomalar qanaqa rasmiylashtiradi, tadbirkorlar huquqini qanaqa himoya qiladi, investorlar huquqini qanaqa. Bu uchun ularga ham bilim kerak. Masalan, har doim ham ular masalan universitetda yoki undan keyin bazaviy bilim beradigan joyda o'qimagan bo'lishi mumkin xalqaro huquq normalarini. Bu uchun nima kerak? Malaka oshirish kurslari kerak, bilimini oshirish kerak. Bu ham o'ylayman ancha foydali. Qolaversa, mana advokatlar soni bizning aholimiz soniga nisbatan juda ham kam foizni tashkil qiladi. Juda kam foiz, lekin oxirgi yillarda ancha ko'paydi. Advokatlarning, ayniqsa yosh advokatlar ko'paydiki, masalan, oldin oliy ta'limni bitirib, birdan advokatlik bilan shug'ullanuvchi yoshlar juda kam bo'lgan. U muayyan bir joyda ishlagan, to'g'rimi? Sud va huquq muhofaza qiluvchi organlarda ishlagandan keyingina o'sha advokatlik sohasiga o'tgan. Lekin hozir yoshlarda qiziqish ko'p advokatlik faoliyatiga. O'zi oliy ta'limni tugatgandan professional sifatida advokat bo'lyapti. Qiziquvchi yoshlar uchun nima kerak? Birdan universitetni tugatib yoki oliy ta'lim muassasasini tugatib qo'liga mana senga ariza da'vo bilan yozib ber desa qiynaladi ular. To'g'rimi? Qiynaladi. U uchun nima kerak? Ozgina tajriba kerak. Bu tajribani qayerdan orttirish mumkin? Amaliyotda, bilimda. Bu bo'yicha ham bizda masalan kurslarimiz bor advokatlarga tayyorlash bo'yicha. Ya'ni advokatlarga tayyorlash kursimizda bevosita o'sha oliy ta'lim muassasasini bitirgan
o'sha talabalar yoki bitiruvchilar kelib o'sha kursda ishtirok etib, erta bemalol amaliyotga chiqqanda ham qiynalmaydi-da. Ya'ni da'vo arizasi qanaqa yoziladi, sudlarda qanaqa ishtirok etadi, to'g'rimi, huquqlarini qanaqa himoya qilish. O'ylayman, mana shunaqangi kurslarda agar masalan yoshlar qiziqadigan bo'lsa, bemalol o'qib olsa, faqat bu o'ziga plyuska. Plyus bo'ladi. Tayyormi? Ha, tayyor bo'lib qoldi. Endi oshimiz tayyor bo'ladigan bo'lsa, biz tayyor. mana Anasxon, osh ham tayyor bo'ldi. Ajoyib, ko'rinishi ajoyib. Buni ta'mini ko'rish kerak endi. Ishtaha ochar. Qani Zafar aka? Qani, qo'ldan kelgancha Oling. boshlang. Qani. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Qalay? Zo'r bo'pti. Malakasi oshibdan oshdi. Oshchi malakasi oshibdi. Ovqatga gap yo'q. Suhbat uchun ham katta rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar hamda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bizni kuzatganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.